Assalomu alaykum O'zbekiston, assalomu alaykum Tojikiston, assalomu alaykum Qirg'iziston, Turkmaniston. Jonlari sog'mi vatandoshlar, xush kelibsizlar bugungi yangi videoroligimizga. Videoni boshlashdan oldin akalar, malol ketmasa bu juda bir foydali ehson video ham desak bo'ladi akalar. Bitta like, kommentariyani yozing. Akalar, bu ish juda foydali ish. Kimdir O'zbekistondan kuzatyapti, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmanistondan kelaman degan vatandoshlarimiz uchun faqat va faqat bitta bilet sizlar tomonidan xolos. Aytib o'taman akalar, usloviyasini. Bu ishimiz Sankt-Peterburg shahrida bo'ladi, metro Chkalovskiy tomonda bo'ladi akalar. Kimdir ishlayman degan vatandoshlar bo'lsa, xlebobulочный zavodda akalar. O'zbekistondan, Tojikistondan, Qirg'izistondan faqat biletingizni olasiz. Sizlarni inshaalloh aeroportdan kutib oladi. Sizlarga patentga pul yordam beriladi akalar. Faqat patentni puli, berilgan patent puli faqatgina oyligingizdan 1 oy, 2 oy, 3 oy mobaynida qanday desangiz siz o'sha oycha mobaynida sizdan qaytariladi. Qolgan har oyi patentni puli siz o'ylab turmaysiz akalar, patentim kuydimi, yo'qmi deb. Har oylik patent puli ishxona to'laydi. Registratsiyani ishxona qiladi akalar. Trudовой договорni ishxona qiladi. Pitaniyani ishxona beradi. Proyezd, borib kelish, ish joyidan yotoq joyga borish polni ishxona tomonidan akalar. Bu narsa qanday like ham, kommentariyaga ham arzimaydi akalar. Shuning uchun bosing, podдержка qilingizlar akalar. Biz TikTokda ham hozir mana shu videoni olib boryapman. Vatandoshlarimiz TikTokdan ko'radimi, YouTubedanmi, Instagramdan bemalol pastdagi nomerga aloqaga chiqasizlar akalar. Sizlarni bemalol kutib olishadi. Menejer Yelena qo'ng'iroq qilasizlar. 6 ga 1 ish vaqti, 12 soat ish, 1 soat obedi bor. Perikuri bilan akalar. Stavkasi akalar 3300 rubldan boshlanadi. Qolgan hamma narsasi tekin akalar. Registratsiya, yotoq joy, trudовой договор, pitaniya akalar va chek patent hammasi ishxona tomonidan. Agar kalkulyatorga urib ko'rsangiz akalar 4,5 rubldan tushadi akalar. Kam degan vatandoshlarimiz uchun-da bu gapim. Ko'p vatandoshlarimiz yozyapti kam oyligi deb. Aka, siz oyiga o'zingiz patentni to'lang, registratsiyani o'zingiz qiling, yotoq joyni o'zingiz to'lang, proyezdni o'zingiz to'lang aka. Hammasini hisoblab ko'ring, trudовой bilan qanchaga chiqadi. Shuning uchun vatandoshlar 18 yoshdan to 45 yoshgacha bo'lgan vatandoshlar ham erkak, ham ayol bemalol ishga borib joylashishi mumkin. Oldinda sovuqlar bor, hozirda joylar chegaralangan, bemalol joyda egallab ishni bossangiz bo'ladi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Yana kelgusi videorolikda ko'rishguncha deymiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Rahmat e'tiborlar.